Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli kanalimiz obunachilari. Bu safar navbatdagi ko'chmas mulklardan bir qavatli umumiy maydoni 452 metr kvadrat bo'lgan hovli joyini e'tiborlaringizga havola qilamiz. Местоположениeni tushuntirib o'tamiz. Bu перекресток, облсесный перекрестки. Yana doğru chiqsak, eski vinzavod, областной больница. 5-marshrutni yo'li yine. Aziz do'stlar, hovli joyimiz yo'l bo'yida joylashgan. Yine şu Sesni, облсесный ko'chasida. Hozir uyni oldina borib, fasad qismi, ichki qismlarini sizlarga ko'rsatib tanishtirib o'taman. Aziz do'stlar, mana перекресткdan облсесный yanına o'ngga girdik. Yine şu joy bir etajli. Ofis uchun juda ham bir qulay yer ekan bu. Yo'lni bo'yi olib turib 2 etajli, 3 etajli klinikalarni yoki bir boshqa bir maqsadlarda foydalansa bo'ladi ekan. Şu joyni aziz do'stlar ko'rib chiqamiz, yine yo'lni bo'yi. Chegarasi oldi qismini ko'rsatamiz. Oldinda shunday bog'i ham bor. Yo'l ocha bo'lgan. Endi joyni ichki qismini o'tsak ham bo'ladi. Shu demir eshiklardan ichana girib boramiz. Yo'lni bo'yi. Girgan qismi bu yerda dolan qismi ekan yana. Kattaligini ko'rishingiz mumkin. Xonalarga ish o'ng tomondan giriladi ekan. Bu yerda dolan qismiga girganimizdan kotyol, qo'l yuvish uskunalari barchasi o'rnatilgan. Xonalarni ko'rsatib o'taman. Doğruga o'tadigan bo'lsak, zal qismi. Bu yerda yana zali. Bu yerda spalnya. Xullas, aynalar yo'l tomoniga qarab tushgan bu xonalarimizni. Bu yer yana dolan qismi. Bu joyimizning plusi yo'lni bo'yida joylashgan, olib turib bemalol boshqacha bir katta zdaniyalarni qurib yaxshigina foydalansa bo'ladi. Bu yerda oshxona qismi ekan. Bu yerda yana bog' qismi. Bog' tomondan sizlarga hozir ko'rsatib o'taman. Bog'ning kattaligini o'zingiz ko'rib olasizlar. Yana bog' qismi. Territoriya katta. Shahrimizni eng qaynab turgan tochkalaridan biri aziz do'stlar. Narx-navosini videorolikni pastida yozib qoldiramiz. Mulk egasini telefon raqamlari ham yozib qoldiriladi. Bemalol telefon qilib savollaringizga batafsil ma'lumot olaverasizlar. Bu bog' qismi edi. Umuman olib qaraganda hali hozir holati yomon emas. Bemalol yashasa ham bo'ladi. Endi biznes qilaman degan odam uchun olib turib, o'zini planlari bo'yicha foydalansa bo'ladi ekan. Aziz do'stlar, videoroliklarimizni shunday like'larni bosamiz, kanalimizga podpiska etib qo'yamiz. Va albatta chiroyli kommentariyalarni yozib qoldiramiz. Sizlar bilan Kamol Atayev, sog' bo'ling.